O'zi birinchi o'rinda Guliston turadigan bo'lsa, ikkinchi o'rinda bizda Acha turadi. Darvoza, oyna eshik zakaz etish bo'yicha. Bugungi ustunovkamiz bir darvoza, bir eshik bo'ldi. Listlarini 08 lik o'rtancha listdan ishlab berganmiz. Barini boricha aytamiz. Profillar ham o'rtancha 1.5 profildan ishlangan. Lazerlari teshviller bo'lgan, eng muhimi. Bu yerning manzili Achaning maktabining plashetkasi ekan bu. Tap plashetka yanına qo'yildi. Bu yog'ida eshigi. Ko'tasizmi? Tamam diyeydi o. Olmay seni koyuyorsun. Şükür ama bize tunsuz hiç gene Allah'a vardım.